Endi hozirgi kunda jamiyatimiz nihoyatda bir fitna bir davrda yashayapmiz-da. Alloh subhanahu va taolo bergan aqlni, farosatini o'z joyiga qo'yib turib amal qiladigan bo'lsak, bu fitnadan chiroyli o'tib ketamiz. Chunki bu hayot sinov dunyosi. Alloh taolo har turli holatda sinaydi bandasini. Endi shunday ota-onalar borki, farzandini har bir aytadigan so'zini fikr qilib turib, keyin gapiradigan ota-onalar bor. Ba'zi bir ota-onalar shu farzandni aytayotgan so'zini fikr qilib turib dars o'rganadi. Qarang, bu farosatli inson deyiladi. Ba'zi bir ota-onalar bor. Sen menga kichkina bo'lib turib, yosh bo'lib turib, nega sen menga aql o'rgatyapsan? deb o'zini so'zini farzandiga ta'sir qilmasdan kibrlanadigan ota-onalar ham bor. Haligi siz aytayotgan ota-onalar shular jumlasidan. Nega? Chunki ular nafsga ergashib ketgan. Nafsga ergashgandan keyin farzand hozirgi kunda bolalardan hech narsani yashira olmaymiz. Nega deganda bugungi kunda ijtimoiy tarmoq, internetlar nimasi kuchayib ketdi. Buni ko'ryapti-da, har turli holatlarni ko'ryapti. Mana kecha yaqinda bir voqeani ko'rdik. Bir yigit bir katta bir ishda o'tirganda ikkita do'sti keladi. Do'sti keladi degan endi bir masalani boshlay deb turgan vaqtda telefoni jiringlab qoladi. Olatdagin o'rnidan turadi. O'rnidan turib, qo'llarini ko'ksiga qo'yib turib, muloyimlik bilan gapiradi. Haligi joyda ikkita do'sti, bunga katta bir joydan telefon qildi-yo deydi. Kattalar deydi. Yana qo'llarini ko'ksiga qo'yib, yana muloyim, yana kulib gaplashadi. Boshqa bir do'st aytadi, endi bu shu senatlardan telefon qilganga o'xshaydi bular, deydi. Endi bu doimiy suratdagi amalda bu. Gaplashib bo'lgandan keyin hali ikki do'st aytadi degin, telefonda shu yerda o'tirib gaplashsang ham bo'laverardi, o'rtoq. Nega endi o'rningdan turib ketding? Kattalardan telefon qilishdimi? Desa, yo'q deydi. Menga deydi, otam telefon qildi deydi. Otam telefon qildi, men dadamga xuddi shunday doimiy suratda men shunday muomala qilaman. Sizlar qanaqa muomala qilasizlar ota-onalarga? degan so'zni aytganda haligi do'sti nihoyat hayron bo'lib qoladi. Ana, ko'rdingizmi? Hatto ota bilan, ona bilan telefon orqali gaplashish odoblari ham bor-da. Ko'rdingizmi? O'rnidan turib, bo'lmasam yonida emas. Ko'rib turgan ham yo'q. Shunday nima qildi? Otasi telefon qilganini ko'rdi degin, birinchidan turishlik hurmat, ikkinchidan qo'lini ko'ksiga qo'yishlik ikkinchi hurmat, uchinchi kulib muomala qilishlik bu uchinchi hurmat. Ya'ni har bir gapiga xo'p bo'ladi deb turishligini o'zi otasiga bo'lgan eng katta ehtirom mana shudir. Mana bunday voqealar ham bugungi kunda bo'lib turibdi. Alloh razı olsun onday kishilarga. Alhamdulillah.